Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga bir Xbet platformasida hisobni qanday qilib to'g'ri ochish va ro'yxatdan o'tishda ko'pchilik qiladigan xatolardan qanday qochish mumkinligini ko'rsataman. Avvalo, rasmiy bir Xbet saytiga yoki ilovasiga kiring. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Siz telefon raqami yoki elektron pochta orqali hisob ochishingiz mumkin. O'zingizga qulay usulni tanlang. Keyingi bosqichda mamlakat, valyuta va shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiriting. Telefon raqami yoki email manzilida xato qilmaslik juda muhim, chunki keyinchalik hisobni tasdiqlash aynan shu ma'lumotlar orqali amalga oshiriladi. Agar promo kod maydoni mavjud bo'lsa va sizda promo kod bo'lsa, uni shu yerga kiriting. Shundan so'ng kuchli parol yarating va barcha ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqing. Endi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Telefon yoki emailingizga kelgan tasdiqlash kodini kiriting va hisobingizni faollashtiring. Hisob ochilgandan so'ng profilingizga kirib, barcha shaxsiy ma'lumotlarni to'liq va to'g'ri to'ldirish tavsiya etiladi. Bu kelajakda hisobni tasdiqlash jarayonini osonlashtiradi. Har qanday platformadan foydalanayotganda xavfsizlik qoidalariga amal qiling. Parolingizni hech kim bilan ulashmang va faqat rasmiy sayt yoki ilovadan foydalaning. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqishni unutmang. Yangi foydali videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz uchun bu juda muhim. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr. Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan.